Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Salomatmisizlar? Hozir biz sizlar bilan Schengen vizasi uchun choy bron qilish, ya'ni uh, Fransiya elchixonasidan Schengen viza uchun elchixonadan joy bron qilishni ko'rib chiqamiz. Hop, birinchi saytga kiramiz. Saytni uh, linkini video tagida qoldiraman. Pastroq tushadigan bo'lsak, bu yerda Make an appointment degan joy turadi. O'sha appointment yaratish, ya'ni kelishuv qilish. Hop, bunga o'tgandan keyin bu yerdan ko'rsak bo'ladi, sizlar qayerdagi Fransiya elchixonasiga topshirmoqchisizlar. Masalan, Afrika davlatlaridagi, yo bo'lmasa Amerika, yo bo'lmasa Middle East'dagi, ya'ni nimadagi, O'rta Sharqdagi. Biz Osiyodagi, ya'ni ikkinchi betga o'tamiz. Koreyadagi elchixonaga appointment qilamiz. Bu yerda ma'lumotlar keltirilgan. Koreyadagi elchixona qanaqa ishlaydi, qanchada chiqadi vizalar, shu bo'yicha. Pastroq tushadigan bo'lsak, masalan, long stay bor, student viza, studentlar uchun uzoq muddatli viza, yo bo'lmasam short stay Schengen viza turibdi. Bu qisqa muddatli Schengen viza, ya'ni o'sha sayohat uchun. O'sha tarafga o'tib make an appointment qilamiz. Bu yerda verifikatsiyadan o'tamiz. Biz odamimiz human access to service, yes. Hop, bu yerda Schengen viza haqida ma'lumotlar bor ichkarisida. Bular bizga o'qish shart emas. Xohlaganlar kirib bemalol o'qish chiqishi mumkin. Biz I have read all the information available on the consult website deb bizga qo'yamizda book an appointment qilamiz. Bu yerda ko'rishimiz mumkin bizga berilgan sanalar, ya'ni qaysi kuni biz appointment qilsak bo'ladi. O'zimizga qarab turib, masalan, 27-kunga soat 9 ga vaqti bor ekan. Shu vaqtni belgilaymiz. Endi o'zinglar to'g'ri kelganini bemalol qilib qo'ysanglar bo'ladi. Hop. Bu yerdan endi yozishni boshlaymiz. Masalan, last name, ya'ni familiya. Bu yerga ism, ya'ni first name. Hop, pastga emailimizni yozamiz. Pastga emailni tasdiqlaymiz. Bu yerga Koreyadagi nomerimiz. Endi hamma o'z nomerini yozsa bo'ladi. Birth date, tug'ilgan oy, kun, yil. Hop, nationality. O'zbekiston. Bu yerga bo'lsa passport number. O'zimizni pasport serial raqamimiz, ya'ni nimadagi zagina pasport raqamimizni yozamiz. F. Bu yerda biz o'zimiz ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. Mansur Javod Muhammad soat 9 ga Schengen viza uchun appointment. Privacy policy o'sha qonun qoidalarini o'qib chiqsak bo'ladi, yo bo'lmasa o'qimasang ham farqi yo'q. I have read all and accept this qo'yamiz. Keyin biz insonmiz, confirm qilsak. Shu bilan bu yerda ko'rishimiz mumkin. Noyabr 27-ga bir kishiga appointment belgilandi. Bu bo'lsa manzil mekan bo'lib belgilandi. Endi display qilsak, bu bizning QR kodimiz. Bundan tashqari bizning emailga anaqa keladi.
bizni kelishuv o'sha appointmentni varog'i chiqadi. O'shandan keyin biz download qilib, uni chiqarib olib borishimiz kerak o'sha kun soat 9 ga kechikmasdan. 20 mingta oldin yetib borsa bo'ladi. 8:40 yetib borib, o'sha yerda kutib turib, kirib, o'sha birinchi kirishda edi. O'zini qorovulxonasi bor. O'sha yerdan bu dokumentni bersak, qo'yasiz ism, familiya va joylariga. Shu bilan kirib ketsangiz bo'ladi. E, bo'ldi.